Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan Multi-level listening part 1 haqida gaplashamiz. Demak, ko'rib o'tadigan bo'lsak, listening part 1 da bizga mana bunday variantli savollar beriladi. Faqat masalan, birinchi savolga A, B, C, ikkinchi savolga ham A, B, C, mana uchinchi savolga ham A, B, C deb variantlar qo'yib qo'yibdi. Bu nima degani? Birinchi o'rinda shu savol turini tushunib olishimiz kerak. Mana understanding the question type first. Okay. So davom etamiz. It's a question type like answering questions on multiple choice options. Demak, bu shunday bir savol turi ekanki, savollarga siz mana shunday multiple choice options A, B, C li variantlarda javob berar ekansiz. For instance, speaker says a question and you're supposed to answer this question by multiple choice options that are written on your paper. Misol uchun, speaker deb aynan audioda gapiradigan odamni aytyapti. Audioda gapiradigan odam bitta savol so'raydi sizdan va siz shu savolga mana shu ABC variantlariga tayangan holda javob berishingiz kerak deyapti. O'zingizning qog'ozingizda bor. To answer all the questions correctly, you should work with your skills. Demak, barcha savollarga to'g'ri javob berish uchun deyapti, siz turli xil mahoratlar bilan, skilllar bilan ishlashingiz kerak. Masalan, birinchisi bu including understanding the context, kontekstni tushunish, working with grammar, grammatika bilan ishlash, speculating what answer would be the best. Qaysi javob eng mos tushishini taxmin qilish, speculating. So ko'ramiz. Demak, misol uchun ko'ryapmiz, speaker aytishi mumkin. Mana bunday deyishi mumkin. Birinchi savolga sizdan savol so'raydi. Is it okay if my sister comes to the cinema with us? Deyishi mumkin. Bu aytyapti, agar mening opam kinoga biz bilan kelsa maylimi degan ma'noda gapiryapti. Endi qaraymiz. Ada aytyapti, of course it's fine. Albatta, ajoyib. Yaxshi, kelaversin degani. B'da qaraydigan bo'lsak, I don't have that. Menda u yo'q. Nima yo'q? Bu o'zi speaker bergan savolga to'g'ri tushmayapti. Buni eliminate qilib shunday o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Buni noto'g'ri ekan. Biz endi A bilan S qoldi. Sini ko'radigan bo'lsak, she often does. U tez-tez keladi. Bu yerda bu to'g'ri kelmaydi. Chunki deganda bizdan so'rayapti, mening opam biz bilan kinoga borsa maylimi desa, yo'q, u tez-tez keladi demaydi-ku. Albatta, kelishi mumkin deb A'da to'g'ri javob bo'lyapti. Va bu yerda biz A, B, C javoblardan tanlab olishimiz kerak. Tanlab olishimiz uchun javob grammatik to'g'ri bo'lishi kerak. Biz tanlayotgan javob ma'no jihatdan ham to'g'ri bo'lishi kerak. Ham grammatik, ham ma'no jihatdan to'g'ri bo'lsa, biz uni bemalol tanlab olsak bo'ladi. Keyingisi, shall we meet up at the weekend? Hafta oxirida uchrasha olamizmi? Shall we meet up at the weekend? Hafta oxirida uchrasha olamizmi? Mana ikkinchi savolga ham speaker gapirdi, hafta oxirida uchrasha olamizmi deb. Endi qaraymiz, A'da nima deyapti? A'da javob bermoqchi bo'lsak, next Wednesday, keyingi chorshanba deyapti. Bu yerda aytyapti, masalan, hafta oxirida uchrasha olamizmi desa, keyingi chorshanba deb javob bermaymiz-ku. Demak, A'ni o'chirib tashlaymiz, noto'g'ri. Buni ko'ramiz. Yes, let's do that. Mayli qilamiz degani bo'lyapti. Keyingisi oxirgisi I can't remember it. Men uni eslamayman. Nimani eslolmaydi? Bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmayapti Javobni o'chirib tashlaymiz, A'ni o'chirib tashlaymiz va bizda B javob qolyapti. Uchrashamiz degan ma'noda kelyapti. Keyingisi yana bitta misol ko'rib ketamiz. Masalan, ba'zida oddiy savollar ham berib qoladi speaker. Masalan, aytish mumkin, does Anna wash her car? Anna o'zining mashinasini yuvadimi? deyapti. Bu yerda ABCga qaraydigan bo'lsak, of course it's fine. Albatta, juda ajoyib deb javob bermaydi, Annaning mashinasi haqida so'rayotganda. B'da ko'radigan bo'lsak, I don't have that. Menda yo'q. Umuman hikoyam to'g'ri kelmaydi. Uchinchisi S to'g'ri keladi. She often does. U tez-tez yuvadi degani. Agar bunda yes, she often does tursa, javobimiz juda ham to'g'ri keladi. Lekin she often does ning o'zi tursa ham javobimiz to'g'ri kelar ekan. Keyingisi, when is Anna's birthday? Annaning tug'ilgan kuni qachon? Next Wednesday, keyingi chorshanba. Bu javobimiz to'g'ri keladi.
Bijamiz. Yes, let's do that. Ha, uni qilamiz. Nimani qiladi? Bu noma'lum. Buni o'chirib tashlaymiz. Oxirida C javobimiz ham I can't remember it. Men uni eslolmayman. Bu yerda S bilan A javobimiz to'g'ri kelishi mumkin ekan. Bu yerda hech qachon testimdek ikkita bir xil javoblar chiqib qolmaydi. Buni o'zim tuzgandim. Shuning uchun shunday bo'ldi. Demak, hozir biz shuni haqiqiy test bilan ko'rib ketamiz. Test bordi menda. Hozir listening paperga kirmoqchi. Mana menda hozir boyagi test bor. Boyagi testni ko'radigan bo'lsak, kattalashtiraman. Mana endi qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda audio boshlanishidan oldin birinchi o'rinda 1 dan 8 gacha savollarga tez qarab olamiz va taxmin qilib olamiz. Speaker nima deyishi mumkin? Shularni bilib olamiz. Masalan, of course, it's fine. Okay. Nimadir so'rash mumkin. Okay, I don't have that. Menda u yo'q. Nimadir bormi yo'qmi deb so'rashi mumkin. She often does. U tez qiladi. Nimani qiladi? Next Wednesday. Keyingi chorshanba. Yes, let's do that. Nimadir qiladi. Demak, nimadir qilamizmi yo'qmi deb so'raydi. Mana shu tarzda tezlik bilan 1 dan 8 gacha savollarga ko'rib chiqamiz. Yaxshiroq javob berish uchun. Keyingisi 3-da I can't remember. Nimadir eslolmay ekan. Kal so'z qilib olsak ham bo'ladi. Masalan, thank you, very kind of you. Mana shu ikkita so'zimizga qarasak, mana shu polni optioning ma'nosini berib qo'yadi. Rahmat, sening mehribonchiliging. Ha, iltimos, be lovely. Yoqimli bo'ladi. Sorry, not only my problem. Mana sorry, not only my problem. Demak, kechirasiz, mening muammom emas. Wait a little longer. Biroz kutarkan. Not too bad. Juda yomon emas. Rahmat. Don't worry about it. U haqida xavotirlanmang. Yes, it was great. I'm sorry, I can't. Kechirasiz, men qila olmayman. That's different. Turli xil. Oh yes, good idea. Ha, yaxshi fikr. Demak, nimadir fikr bizga aytishi mumkin. Yoki it is up beside the bus stop. Yoki masalan kinoteatr muzeyning oldidami desa, biz aytishimiz mumkin. It is up beside the bus stop. Yo'q, u avtobus to'xtash joyiga qarama-qarshida deyishimiz mumkin. Yoki I couldn't find it. Men uni topa olmadim. I'll be right there. Men shu yerda bo'laman. Oh, what a shame. Oh, qanday uyat. A great idea. It's a great idea. Yaxshi fikr. Yes, I would love to. Thanks. Ha, men xohlayman. Rahmat. Not this evening. Bu oqshom emas. No way. Nobody likes her. U iloji yo'q. Hech kim uni yoqtirmaydi debdi. Ana endi hozir men audioni qo'yaman. Birga eshitib oxirigacha ishlaymiz. Demak, audioni qo'yamiz. National System of Assessment of Foreign Language Proficiency. Listening paper. The listening paper consists of 6 parts. In each part, you will hear the recording twice. In each part, there will be time for you to look at the questions before you hear the recording. You can write your answers on the test booklet. At the end of the test, you have to transfer your answers on the answer sheet. Now, look at part 1. Part 1. You will hear some sentences. You will hear each sentence twice. Choose the best reply to each sentence. Before we begin, there is an example for you to look at. What was her name again? What was her name again? Mana bu example ham ko'radigan bo'lsak, what was her name again? Uning ismi nima edi deyapti. She often does. U nimadir qiladi. Ismini so'rasa nimadir qiladi demaymiz-ku. Ani xato qilamiz. Ikkinchisida I can remember it. Bu to'g'ri kelishi mumkin. Men uni eslolmayman yoki har bir kishi uni biladi. Bilish bilmasligi haqida so'ramayapti, ismi haqida so'rayapti. Shuning uchun bizga B javob bo'lar ekan bu yerga. Demak, davom etamiz. Now, you have 30 seconds to look at the questions. Mana bizga 30 soniya vaqt berdi. Tez savollarga bir qarab chiqishga. O'ynadi bir taxmin qilamiz, qanday grammar kelishini bilib olamiz.
nima deyapti, gaplar tarjimasini bir tezlik bilan bilib chiqamiz va kerakli kal so'zlar chizib qo'yamiz. Qachonki biz qaraganimizda birdaniga ma'nosini beraveradigan o'sha optionlarda. Aha. Speaker 1. Is it okay if my sister comes to the cinema with us? Is it okay if my sister comes to the cinema with us? Deyapti, is it okay if my sister comes to the cinema with us deyapti. Demak, bunga mana tushuntirib ketganimdek a bo'lardi. Albatta, kelaversin yaxshi degan ma'noda gapiryapti. Eshitamiz yana. Speaker 2. Shall we meet up at the weekend? Shall we meet up at the weekend? Mana, shall we meet up at the weekend? Hafta oxirida uchrashalamizmi? Deyapti. Boya buni ham naryoqda aytib ketganimdek, yes, let's do that deyapti. Bu yerda ham tahlil qiladigan bo'lsak, hafta oxirida uchrashalamizmi? Keyingi chorshanba demaymiz, bu hafta oxirida deb turibdi. Noto'g'ri a javob. I can't remember it. Men uni eslolmayman. Nimani eslolmaydi? Bu umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun b javobni olamiz. Davom etamiz. Aha. Speaker 3. I've bought you a ticket for the concert on Saturday. I've bought you a ticket for the concert on Saturday. Mana bu yerda aytyapti, men senga shanba kuniga konsertga chipta sotib oldim deyapti. Endi qarang, bu yerda birinchida aytyapti, thank you, that's very kind of you. Rahmat, bu sening mehribonchiliging. Bu to'g'ri kelishi mumkin. Keyingisi yes, please, that would be lovely. Ha, iltimos, bu juda yoqimli bo'ladi. Agar masalan choy qo'ysam, choy bersam, kofe olib kelsam maylimi desa, ha iltimos bu ajoyib bo'ladi desak bo'ladi. Endi bu kontekstda bu to'g'ri kelmaydi. Aha. Keyingisi sorry, it's not only my problem. Bu yerda muammo haqida gap ketgani yo'q. Shuning uchun bunga ani olamiz. Rahmat, bu sening mehribonchiliging. Davom etamiz. Speaker 4. I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. Mana bu yerda ham aytyapti, I'm sorry I'm late deyapti. Men kechirasan, men kech qoldim deyapti. We can wait a bit longer. Qarang, biz biroz kuta olamiz. O'zi kech qolib kirib so'rayapti, keyin yana biz biroz kuta olamiz demaydi-ku, bu to'g'ri kelmaydi. Buni o'chirib tashlaymiz. Not too bad. Juda yomon emas. Rahmat. Bu nimagadir ishlagan, masalan men rasm chizdim yoki nimadir tayyorladim desa, shunday deb javob berish mumkin. Juda yomon emas, yaxshi. Rahmat. Yoki shunga o'xshash gap aytish mumkin. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Va bizda s javob qolyapti. Don't worry about it. U haqida xavotirlanma. Aytganda, mayli deganday gap, kir mayli deganday gapda. Demak, s javob bo'lar ekan. Davom etamiz. Speaker 5. Do you fancy going ice skating on Friday? Do you fancy going ice skating on Friday? Mana bu yerda aytyapti, juma kuni deyapti, muzda uchishga borishni xohlaysizmi deyapti. Aha. Bu yerda qarang. Bu yerda aytyapti, do you fancy deyapti. Do you fancy deb present simple deb beryapti. Bu yerda hozir masalan siz fancy'ni ma'nosini bilmasligingiz mumkin. Sizda bu yerda lekin grammar qutqaradi. Mana buni present simple bo'lyapti. Do you fancy deb present simple deb berib ketyapti. Biz endi bu yerda ani ko'radigan bo'lsak, it was great deyapti. Bu o'tgan zamonda bo'lyapti, to be'ning o'tgan zamoni. Shuning uchun ani chiqarib tashlaymiz, kerak emas bizga. Keyingisi this is different. Bu juda turli xil. Masalan, sen borish xohlaysizmi desa, bu juda turli xil demaydi-ku. Shuning uchun bizda bitta b javob qoladi. I'm sorry, I can't. Kechirasan, men bora olmayman. Mana shunday b javob qoldi bizda. Yozib qo'yamiz, davom etamiz. Keyingisi 6-si. Speaker 6. Shall I meet you at the station? Shall I meet you at the station?
Mana men sen bilan stansiyada ko'risha olamanmi, uchrasha olamanmi deyapti. A javob ko'ramiz. Oh yes, good idea. Oh ha, yaxshi fikr. Bu to'g'ri kelishi mumkin. It is opposite the bus stop. U avtobus to'xtash joyining teskarisida. Nima teskarisida? Uchrasha olish haqida gap ketyapti. O'shaning uchun B javob bo'lmaydi. C javob ko'ramiz. I couldn't find it. Men uni topolmadim. Nimani topolmadim? Bu haqida ham gapirgani yo'q. Demak, bizga A javob bo'lar ekan. Davom etamiz. Speaker 7. Why don't we go for a pizza later? Why don't we go for a pizza later? Mana nima uchun keyinroq biz pizzaga bora olmaymiz deyapti. Nima uchun biz keyinroq pizzaga bora olmaymiz deyapti. I'll be right there. Men shu yerda bo'laman. Nima uchun biz o'yinga bora olmaymiz desa men shu yerda bo'laman deb javob bermaydi-ku. Bu noto'g'ri. Oh, what a shame. Oh, qanday uyat. Bu to'g'ri kelmaydi. Bunday aytganda, boramizmi deganday qilyapti bu yerda ham. Shuning uchun bu yerga ham C javob bo'ladi. That's a great idea. Davom etamiz. Speaker 8. Should I invite Emily to the party? Should I invite Emily to the party? Men Emilyni ziyofatga taklif qila olamanmi deyapti. Yes, I love to, thanks. Ha, men xohlayman, rahmat. It's not this evening. Bu kechqurun emas. Demak, qarang. Nimani xohlaydi? Bu yerda A aniq emas. Nimani xohlaydi? Nima uchun rahmat aytyapti? Bu umuman aniq emas. Ma'no jihatdan to'g'ri kelmaydi. Keyingisi, it's not this evening. U bugun kechqurun emas. Nima bugun kechqurun emas? Bu faqat odam taklif qilaymi, yo'qmi deb so'rayapti. B ham to'g'ri kelmaydi. C javobni ko'radigan bo'lsak, no way, nobody likes her. Iloji yo'q, hech kim uni yoqtirmaydi. Az qiz haqida ketyapti, shuning uchun mana uni deb herni qo'yib ketyapti. Shundan bilib olsak ham bo'ladi. Bu uni Emily deb aytib ketdi mana. Emily deb aytib ketdi. Mana shuning uchun bizda C javob bo'ladi. Demak, hammaga rahmat. Multiple part 1 listening haqida darsimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib ketasizlar. Hammaga omad.